هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure An'am tefsiri 60. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi An'am suresi 60. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah sizlarni kechisi uxultudu, kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otdi. Ondan Allohning dargohiga qaytsizlar. Ondan qilgan amalinglarni Allah sizlarga aytib berdi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Yani Allah bandalarini tizginlab turg'uchidir. U sizlarga saqlag'uchi farishtalarni, ya'ni qilgan aytganni xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabz ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. Ondan ular, yani bandalar haq hukm qilg'uchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Allah eng tez hisob olg'uchidir. Bandalarga hukm qilish mayli ular o'lishdan burun yoki keyin bo'lsin, Alloh taolaning ilkida ekanligi to'g'risida. Allah sizlarni kechisi uxultidi. Yani Allah Teala bandalarining jinini ular kechida uxlagan vaqtida oladi. Yani uxlatadi. Uxlash bo'lsa yerim o'lim hisoblanadi. Uyquning yerim o'lim hisoblanadiganligimi Allah Teala'ning tövendiki oyatidan ko'rilishga bo'ladi. İnsanlar o'ladigan chaqlarida Allah ularning jonlarini oladi. Ölmegenlerinin canlarını uxlagan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani acili yetkenlerinin canlarını tutup kılıp, kalganlarının canlarını muayyen vaktçe, yani acili yetkiçe koyup verdi. Allah Teala bu ayette hakiki ölümünü ve uxlaştan ibaret yerim ölümünü bayan kıldı. Şuningdek bu yerde mu her iki ölümün hükmü bayan kılıp mundaq dedi. Her iki ölümün hükmünü bayan kılıp mundaq dedi. Allah sizlarni kechisi uxultidi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Yani sizlarning kunduzi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Bu ayet Allah Teala'nın ilminin özünün mahlukatlarının kecha ve kunduzdagi jim turgan ve hareketlenip turgan çağdaki haletini öz içine aladiganligini ko'rsatib berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechisi yo'shiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Yani Allah hemmini bilip durdu. Sizlarni keçide aram olsun, gündüzde hayatlık yolunda hareketlenip Allah'ın fazlini talep kılsın ve Allah'ın nimetlerine şükür kılsın dep sizlar üçün keçi bilen gündüzünü yaratışı Allah'ın rahmetidir. Keçini libas kıldık. Gündüzünü sizlar terikçilik kıladigan vaqt kıldık. Allah sizlarni kechisi uxultidi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun
kunduzda sizlarni uyg'otadi. Ondan Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Alloh sizlarga aytib berdi. Ya'ni shu qilgan amallaringlar asosan sizlardan hisob oladi. Agar u amallar yaxshi bo'lsa mukofotlaydi, yomon bo'lsa jazolaydi. Alloh bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Alloh bandalarini tizginlab turg'uchidir. Ya'ni Alloh taolo hamma narsani tizginlab turg'uchidir. Hamma narsa Alloh taolaning kattaligiga va uning cho'ngligiga bo'ysunuvchidir. U sizlarga solg'uchi farishtalarni, ya'ni qilgan atganni, u sizlarga saqlovchi farishtalarni, ya'ni qilgan atganni xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Ya'ni farishtalarning ichidan insonlarni xavf xatardan saqlab turuvchi farishtalarni avatidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: har bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Va uning qilgan ishlarini saqlab, hisoblab turadigan farishtalarni avatidi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'ich farishtalar bor. Ular Allohning dargohida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. İnsanning o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. İnsanning so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qanday bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib kuzatib turdi. Ölümning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabza ruh qiladi. Ya'ni biringlarning ajali to'shsa, shu ishga mas'ul farishtalar uning jinini oladi. İbn Abbas ve başkalar can algıcı farishtalarga yordamchi bo'ladigan farishtalar bor dedi. U yordamchi farishtalar jonni jasaddan tortib chiqib, kekirdakka yetganda uni jon elishga mas'ul farishta qo'liga oladi. Ular Allohning amrini o'rlashda beparvolik qilmaydi. Ya'ni o'lguchining jinini saqlashda beparvolik qilmay, u jonni yaxshi saqlab, Alloh taolo qo'yishga buyurgan joyga qo'ydi. Agar shu jonning egisi yaxshi kishilardan bo'lsa, uni yaxshilarning tizimligi yozilgan daftarga tizimlab qo'ydi. Agar u yomon kishilardan bo'lsa, yomonlarning tizimligi yozilgan daftarga tizimlab qo'ydi. Alloh taoladan o'zimizning yomonlarning qatoridan bo'lib qolishdan panoh tilaymiz. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qiluvchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ajali to'shib o'lishga oz qolgan kishilarning yeniga farishtalar keladi. Agar u yaxshi kishi bo'lsa, farishtalar: ey pok tendiki pokiza ruh, chiqqin. Sendan rozi bo'lingan holda chiqqin va rohat farog'at, yaxshi rizq va g'azablanmagan Rob bilan xo'sh bishorat olgin deydi. U ruhga bu so'z hattoki ruh jasaddan chiqarilingicha shundoq deyilib turdi. Ondan u ruh birinchi osmonga elib chiqildi. Uningga osmonning eshiklarining ochilib berilishi talab qilindi. Uningga u kimning ruhi deyildi.
u palonning ruhi deb javob berildi. Uningga qarshi olamiz, ey pok tanda bo'lgan pokizajon, sendan rozi bo'lingan holda kirgan, rohat farog'at, yaxshi rizq va g'azablanmagan Rabb bilan xo'sh bishorat olgan deyildi. Bu so'z hattoki Rabbining qarorgohi bo'lgan osmonga chiqquncha deyilib turdi. Agar u yomon kishi bo'lsa, farishtalar uningga: "Ey nopok tandiki maynatjon, sendan norozi bo'lingan holda chiqqan. Sen qiziq qaynoq suv, qon yiring va mush xildagi boshqa turli azoblar bilan shum xabar olgan" deydi. U ruhga bu so'z uning jini tenidan chiqarilib olinguncha shundoq deyiladi. Ondan u ruh birinchi osmonga ilib chiqiladi. Uningga osmonning eshiklarining ochilib berilishi talab qilindi. Uningga bu kimning ruhi deyiladi. U palonning ruhi deb javob beriladi. Shuning bilan uningga qarshi olmaymiz, ey nopok tandiki maynatjon, sendan norozi bo'lgan holda qaytqin, chunki sana osmonning eshiklari ochilib berilmaydi deyiladi. Ondan u ruh osmondan qabriga qaytariladi. Yaxshi kishi qabrisida o'ltirg'iziladi. Uning ruhiga burun deyilgan yaxshi so'zlar deyiladi. Shundaqla yomon kishimi qabrida o'ltirg'iziladi. Uning ruhiga burun deyilgan yomon so'zlar deyiladi. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qilguvchi egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Bu oyatning ma'nosining barliq mahluqotlar qiyomat kuni Alloh taolaning dargohiga qaytarilib, Alloh taolo ularning ichida o'zining odilligi bilan hukm chiqardi degan ma'noni ifodalab berishi ehtimolga yaqindir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Aytqinki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz, zaminni ochiq, tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mashharagohga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Ular, ya'ni jami xaloyiq sap-sap bo'lishib Rabbiga to'g'rilanadi. Kafirlarga: sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirga qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular: voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan aytganlarining hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'rdi. Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Alloh eng tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu kuffarlarga aytqinki, quruqlikning va dengizning qorong'uliklari, ya'ni baloyi ofatlaridan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliklarni ko'rgan chig'inglarda agar Alloh bizni buningdan qutqazsa, cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb Allohga oshkora va yoshirin iltijo qilasizlar. Aytqinki, yolg'iz Alloh sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan
sizlar buni to'nig'ininglardan keyin iymon etmay Allohga shirk keltirsizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh ve Lut aleyhisselamlarning qavmiga Ashabul Kahf'ga bilge avatilgan azobga o'xshash, Ashabul Pilga avatilgan azobga o'xshash yoki ayğınlar ostidan Fir'aun ve Qarunga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urush qilib biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qilganligimizni qaragan. Alloh taolaning marhamati, izzatlishi, g'azab qilishi va jazolashining bayon to'g'risida. Alloh taolo quruqlik va dengizning qorong'uliklaridan uningga uchrab qolganlarni qutqizish bilan, ya'ni quruqlikda yuz beradigan turli baloyi ofatga yo'liqib va qattiq bo'ron chiqqanda dengizning cho'ng to'lqinlariga uchrab qilib gangirab qolganlarni qutqizish bilan bandilarga ne'mat ato qilganligini bayon qiladi. Ular shu holatda qolganda faqat shirki yo'q bir Alloh taologa iltijo qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar dengizda biror oyatga yo'liqqan chig'inglar, biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmaydi. Ma'budlar kelmay, faqat Allohlik keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqa iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni quruqlikda, ya'ni uloqlar ustida, dengizda, ya'ni kemalar ustida safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema kishilarni ilib mayin shamolda mengayotgan va bu shamoldan ular xo'shalanayotgan chaqda birdan bo'ron chiqib kema o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshivelanganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan butlarini tashlab qo'yib, ey Alloh, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldursang, biz cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb chin ko'ngli bilan duo qildi. Quruqlikning va dengizning qorong'uliklarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning shirk keltirgan narsalardan pokdir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu kuffarlarga aytqinki, quruqlikning va dengizning qorong'uliklari, ya'ni baloyi ofatlaridan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliklarni ko'rgan chig'inglarda agar Alloh bizni buningdan qutqazsa, cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz deb Allohga oshkora va yoshirin iltijo qilasizlar. Alloh taolo bu oyatdan keyinla mundaq dedi: aytqinki, yolg'iz Alloh sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan sizlar buni to'nug'ininglardan keyin iymon etmay Allohga shirk keltirsizlar. Ya'ni sizlar xotirjam yashagan vaqtinglarda Alloh taologa qo'shib boshqa ilohlarga duo qilasizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga Ashabul Pilga avatilgan azobga o'xshash yoki ayğınlar ostidan Fir'aun va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash
azab avatishga yoki sizlarni pirqila qilib aralashtirib, ya'ni urush qisilib, biringlarning azobini tetishga qodirdir. Alloh taolo beshiga qiyinchilik kelganda iltijo qilsa, qutqizadiganligi, keyin bu ne'matni unutib shukr qilmaganlarni azoblaydiganlik to'g'risida mundaq deydi. Rabbinglar sizlarni fazlini, ya'ni fazlidan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kemalarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman esen quruqlikqa chiqarganda yüz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnson kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Allah'ның sizlarni yerga yutkazib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allah'ның azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? Yoki Allah'ның sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi cheg'inglarda qor bo'ron chiqarib, küfürlük qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ilib beradigan hech ahdi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar? İmam Buxoriy Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytganki, Alloh sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga ashabul pelga avatilgan azobga o'xshash azobni avatishga qodirdir degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom, men bu xil azobning bizga kelishidan sening zotingning hurmati bilan panoh tilayman dedi. Alloh taolaning yoki oyog'inglar ostidan Fir'avn va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga qodirdir degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom, men bu xil azobning bizga kelishidan sening zotingning hurmati bilan panoh tilayman dedi. Yoki sizlar firqila qilib aralashtirib, ya'ni urush qisilib, biringlarning azobidan tetishga qodirdir degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom, bu yuqoridagi ikki xil azobdan oddiy va yengilroqdir dedi. İmam Ahmad Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan billa bir yerdan kelgan edik. Yo'lda Beni Muaviye'nin mescidinin oldidan o'tdik. Payg'ambar alayhissalom masjidga kirib 2 rakat namoz o'qidi. Bizmi payg'ambar alayhissalom bilan billa namoz o'qidik. Ondan payg'ambar alayhissalom uzun duo qilib bo'lib mundaq dedi: Men Rabbimdan 3 ishni so'radim. Men Rabbimdan ümmetimni su afati bilan halok qilmaslikni tiladim. U menga ma'qul bo'ldi. Men ümmetimni ochchilik bilan halok qilmaslikni tiladim. Buningga ma'qul bo'ldi. Men ümmetimni o'zaro bir-birini azoblamaslikni tiladim. Buningga ma'qul bo'lmadi dedi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. Men ümmetimni o'zaro bir-birini azoblamaslikni tiladim. Buningga ma'qul bo'lmadi dedi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Bani Zuhrning
ozod qilib o'tgan quli payg'ambar alayhissalom bilan Badr urushiga qatnashgan kishi Habbab ibn Irt radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom namoz o'qigan bir kechasi uning bilan birga bo'lib qoldim. U kechasi payg'ambar alayhissalom toki tong otqicha namoz o'qidi. Payg'ambar alayhissalom namozini tugitib salom bergan chaqda men: "Ey Allohning payg'ambari, sen bu kechida men burun o'qiganligingni ko'rib boqmagan bir namozni o'qiding" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, shundoq. Haqiqatan u namoz Alloh taolaning rahmatini umid qilish va uning azobidan qo'rqish namozidir. Men ulug' Rabbimdan bu namozda 3 ishni so'radim. Alloh taolo uning ikkisiga ma'qul bo'lib, birini rad qildi. Men ulug' Rabbimdan bizdan ilgari o'tgan ummatlarni halok qilgan azoblar bilan halok qilmaslikni so'radim. Alloh taolo uningga ma'qul bo'ldi. Men ulug' Rabbimdan bizning dushmanlarimizni bizning ustimizdan g'alaba qilmaslikni so'radim. Alloh taolo buningga ma'qul bo'ldi. Men ulug' Rabbimdan ummatimni firqalarga bo'lib o'zaro bir-biriga azob qilmaslikni so'radim. Alloh taolo uni rad qildi" dedi. Bu hadisni Nasai ibn Habban va Tirmiziy rivoyat qilgan. Avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib. Bu oyatning ma'nosi haqida Vabli ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlarni ozg'unlik yo'lidagi firqalardan qiladi. Bu haqda Mujahid va boshqalar shundaq dedi. Bu haqda payg'ambar alayhisalomdan mundaq bir hadis rivoyat qilindi. Bu ummat 73 firqaga ayrilib ketdi. Ularning ichidagi bir firqasidan boshqasining hammasi do'zaxda bo'ladi. Biringlarning azobini tetishga qodirdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas va boshqalar mundaq deydi. Alloh taolo ba'zinglarni, ya'ni ba'zinglarning o'ltirishiga, azoblashiga ega qilib qo'ydi. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qiladiganligimizga qaragan. Ya'ni ularni Alloh taolaning oyatlarini va dalil isbotlarini tushunsin va o'ylansin deb uni qandoq usulda bayon qilganligimiz va ro'shanlashtirganligimizga qaragan. Alhamdulillah, yuqorida Sura An'am tafsiridan 65-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.